60 sotuvli xonadon sotiladi. Xudo xolasa bitta obzor qilib beraman. Sizlar esa like ni bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Qaranglar. Mana bu ko'chasida suvlar oqib turibdi. Suvlar serob, mo'l ko'rishlik, yaxshi joylar. Mana ko'chalari. Uyda fasadi mana chegara bu yoqdan. O ko'rayotgan arkangizdan mana masjidgacha chegara ekan. Umumiy yerda maydoni o'zi 60 sotiq, dokumentda 30 sotiq ekan. Dokument kadastrlari hamma narsasi joy-joyida. Xullas, nomingizga shunday rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Mana qarang, uyga kirishingizdan shunaqa fayz yog'ib turibdi. Mashalloh. Qarang. Qanaqa go'zal. Xudo xolasa siz kelsangiz, yanada chiroyli qilib yetdi. Yanada o'zgartirib chiroyli qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bitta xonasi ekan. Xullas, bu yoqda 7 xona, bu yoqda 2 xona, bu yoqda yana bir xona bor ekan. Ketdik. Xonani ketma-ketligida tanishtirib ketaveraman. Qarang mana buni, xonani. Mashalloh. Chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Mehmonlaringizni shu yerda kutib olsangiz bo'ladi. Qarang. Dizaynlarni ham, remontlarni ham yaxshi qo'ygan ekan. Gazlar yaxshi, atableniyalar qilingan hammasi. Eshik romlar, akvalarni qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, kommunalkalardan ham muammo yo'q. Suv, gaz, svet, internet muammo yo'q ekan. Hammasi yaxshi ekan. Bu yoqda ham yana 2 xona. Bu tomonni ham ko'rsataman. Gullarni qarang. Keyin ham juda gulga qiziqar ekanlar. Chiroyli qilib qo'yibdilar. Qani bismillah. Mana oshxona. Ayollarimizni eng yaxshi ko'radigan joyi oshxona. Mashalloh mana. Mana bu yog'i yana bitta xona. Ko'ryapsizlar. Issiqlik sistemasidan muammo yo'q. Ayollar o'zi erkaklarning yuragiga boradigan joyi oshqozonda. Ayollar yaxshi ko'radigan xonasi o'sha deydi. Xo'p, bu yoqda molxonalar. Hozir bu xonalarni obzor qilib, bu yoqqa qarab ketaveramiz. Qarang, uzun so'rlari qilib qo'yishgan. Qanaqa krasavitsi, qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Orqa qora suv ekan. Juda katta yeri. Xudo xolasa agar bu yerga ferma qilsangiz ham menimcha yaxshi variant bo'ladi. Xudo xolasa bu yoqni ham ko'rsating. Mana bu yoqda ikkita xona bor ekan. Endi ketdik mana. Mana kiraverishi xoli. Mana bu yoqda yana bitta xonasi bor ekan. Mana bu yoqda yana bitta xona. Qarang. Remontlari o'rtacha yaxshi lekin. Mana. Yana bitta xonasi. Xonalar ham katta-katta keng qilingan ekan. Mana zali. Nima deydi? Odamni uyi keng bo'lsa, mazza qilib yashaydi dedi. Shunaqa gaplar. Bitta like ni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa buni yer izlayotgan, uy izlayotganlarga jo'natib qo'ysanglar ancha foydali va manfaatli bo'ladi. Qarang, bu tomonga boqib tashashgan ekan. Aytdim sizlarga, dokumentda 30 sotiq. Lekin bu yoqda jichagina qizil joyi bor. Buni ham egalar bilan ko'rishib, gaplashib olsanglar bo'ladi. Chegara mana ko'rib turgan joyingizgacha. Qarang, mashalloh. Qanaqa go'zal bo'lib turibdi. Mana uyning fasadi. Qarang. Orqa dala bo'lib turgan. Go'zal va chiroyli joylari. Yaxshi odam uyi ekanligi bilinib turibdi. Kirganingizda mana fayz o'zi shunday yog'ilib turibdi. Qarang, bitta like ni bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi endi jigarlar. Mana tashqaridagi bu yog'i kladovka ekan. Yerda ham kladovka bor. Xo'p, bu yoqda banyasi. Hozir bu yerda odam bo'lgan uchun ko'rsataman mana. Yozgi oshxonalari, bu yoq mana molxonasi. Yozgi molxona, bu yog'i qishki molxonasi mana. Ko'ryapsiz. Yaxshi, fayzli, baraka topsa bo'ladigan joylar. Bu yerda hojatxona ekan bu yoqda. Ayniqsa mol qilaman, chorvachilik qilaman, dehqonchilik qilaman degan akalar uchun menimcha yaxshi va ideal joy deb o'ylayman. Qarang, orqasi polli qora suv oqib turibdi. Qarang, yerni kattaligini qarang. Mashalloh.
Aytaman, jicha qizil joyiga ham nalogni to'lashadi, muammo emas. Men o'zim saytdan kirib tekshirib ko'rdim, hech qanaqa bet Sunovska yoki boshqa narsaga tushmagan. Kattagina joy mana. Xudo xolasa betda olsangiz, baraka topasiz. Mana duo qilib qo'yasizlar. Bitta like deb bosing. Tanishlar, yaqinlarga shu linkini olib shuni tashab qo'ying. Xudo xolasa ularga ham foydali bo'ladi. Siz ham o'sha bitta inson uy olishiga sababchi bo'lib qolasiz. Uy qurish oson emas. Vatan bu nima deydi? Eng aziz joyimizda. Odam butun umr yashab turib uy ololmaganlar qancha, to'g'rimi? Qarang, mashallah, mana shunaqa katta joy ekan. Xo'p. Toshkentga, ya'ni Qo'yliqqa 29 kilometr, Fositiga 27 kilometr. Bu yerda afzalliklardan yana bittasi yangi xalqaro tushayotgan Surumdagi aeroport ham taxminan 10 kilometr atrofida. Afzalliklari shunaqa. Platina ham yaqin bu yerda. Ya'ni suv, mo'l-ko'lchilik hamma narsa yaxshi. Tak, maktab, bog'cha hamma narsa yaqin joylashgan, chiroyli, shu bahavo joylar. Qarang, qanaqa dacha qilib qo'ysa ham o'sha dam olib, qarang, odamni qanaqa bu uyga kirganingizda o'zi odamni dili yayraydigan joy. Xolos, eng qiziq joyga keldik. Narxini ya'ni 93 ming so'rashyapti. Yana o'tib beradigan, ancha baraka qiladigan joylari bor ekan. Xudo xolasa past raqamlari bemalol murojaat qilib, savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan xonadon, mana shu uy joy sizga nasib qilsin. Bitta like deb bosib, tanishlarga shuni srochni tashab qo'ying.